Erling g'alaba va ajoyib dubl muborak bo'lsin. Bugun gollaringiz orqali turnir to'purarlari Leo Messi va Kylian Mbappe o'rtasidagi ashaddiy poygaga rasman qaytdingiz. Hozir ichingizdan nimalar o'tyapti? Rahmat. Ochig'ini aytsam, o'yin paytida xayolimda hech qanday oltin butsa yoki shaxsiy sovrinlar bo'lmaydi. Maydonga tushganimda faqat bitta narsani o'ylayman: g'alaba qozonish va keyingi bosqichga chiqish. Bizga bugun aynan mana shu narsa kerak edi va qo'lga kiritdik. Lekin bu poygani ham eslatib qo'yganingiz uchun rahmat. Albatta, buni eshitish yoqimli. Faqat bir narsani unutmang. Leo Messi hali shu yerda ekan va u yosh bolalarga poygani shunchaki sovg'a qilib osonlikcha taslim bo'ladiganlar sirasidan emas. Kurash oxirigacha dahshatli bo'ladi va men ham ularga imkon qadar raqobat taklif qilaman. Ha do'stlar, Erling Haaland mana shunday intervyularda o'zini sodda ko'rsatgan holda maydonda butunlay qo'rqinchli darajaga chiqib ketmoqda. Braziliya terma jamoasiga qarshi u uchrashuv taqdirini hal qildi. Dubl, umuman olganda u turnirdagi 7-golini urmoqda. Dahshatli natija va bilasizmi, u yana bir super rekordni o'rnatdi. Ya'ni jahon chempionatining ilk 3 o'yinida 7 ta gol urgan Müllerdan keyingi futbolchiga aylanyapti. Qarang qanday buyuk futbolchilarning rekordini takrorlamoqda va Erling mana shunday fenomenal tarzda davom etmoqda. Bizda hozircha shular. Kanalimizga